Quva tumani markazidan do'konlar topib qo'ydik sizlarga. 6 ta do'kon. Maza qilib foydalanadigan tadbirkor akalarimiz uchun zo'r variant. Bizdan ko'pchilik so'rayapti, Rossiyadan, Koreyadan, Amerikadan akalar sizlar uchun ideal variant topib qo'ydik. Xullas 5 ga to'g'ri 20 kvadratli do'kondan xullas 6 ta topib qo'ydik. Xolasa bitta uzun qilib o'kan qilaman deganlar uchun ham do'kon mavjud. Xo'p, bu yerda mana birinchi do'konimiz Uglovoda joylashgan. Manzilni birinchi olib keling, ko'rsating. Bu tomon 24/7 Bo'ston ko'chadan kirsa ham bo'ladi. Bu tomon mana Zapchas bozordan chiqsa ham bo'ladi. Bag'i to'g'rida Sherxon choyxonasining oldidan chiqadigan yo'l. Xullas, odam qatnovi yaxshi yo'lda. Bu do'konimiz ko'rib turibsizlar. 5 ga to'g'ri do'kon, 20 kvadratli do'kon. Bemalol tayyor arendatorlari ham bor. Shuni olib qo'ysalar ham soqqani qilib turasizlar. Xo'p, va bu tomonimizda ikkinchi do'konimiz olib kelavering buni. Bu bitta qilingan, общий bitta sotiladi bu. Ikki tomonda ham eshik bor bu tomonda. Ko'rib turibsizlar, bu tomon uzungina 5 ga 10, 4 ga 10 ekan, men bor uzr. Ular 4 ga 10 do'kon ekan. Bu joyda narxini 36 ming deyishyapti, telefon qilasizlar egalariga. Narigi do'konlarimiz har biri 18 mingdan so'ralyapti. Narigi tomonda yana ikkita do'kon bor, uni ham ko'ramiz, yuring ketdik. Bu 4-do'konimiz. Eshiklar kal toz arendatorlari olib ketgan ekan. Ular tayyor arendatori bor, 200-300 dollardan berishadi. Va bu tomonimizda xonani ham bitta ko'rsating. Bu tomonda xonamiz bor. Ko'rib turibsizlar, bu ham 5 ga to'g'ridan ikkita do'kon bor. Xuddi shu planirovkada bo'ladi, 5 ga to'g'ri. Bu tomonda. Xullas bu joyda arendaga beriladi. Unga ham telefon qilaverasiz, arendaga ham kelishaverasizlar. Bu Uglovoda joylashgan. Hop, mana do'konimizda Uglovoda ikki tomonlama eshik. İki tomonda eshik bor, bemalol foydalansalarning ideal variantdagi do'kon. Xo'p, bu tomonimizdagi do'kon ham xuddi shunaqa uzun 4 ga 10 do'kon bo'ladi. Bu joyda narxini ham 36 ming so'rayapti egalar. Telefon qilaverasizlar bemalol. Endi kelishadigan joy bo'lsa kelishasizlar egalarimni. Xullas shu egalarga telefon qilsalar ham bu yerda 5-6 ta do'kon bor ekan, pul bo'shatgani srochni sotib yuboramiz deyishyapti ekan. Egalarga telefon qilasizlar, layklarni bosib, do'kon so'rab yurgan akalarimizni jo'natib beramiz.